qiyomat qoyim bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Havzi Kavsar suvini oldida turib olar ekanlar. Qo'llarida tillodan bo'lgan, oltindan bo'lgan idishda ummatini Kavsar suvidan ichirib serob qilar ekanlar. Hamma kelganlarga suv berar ekan. Birdan oxir zamon ummati kelib qolar ekan, siz bilan bizga o'xshagan. Rasulimizni ko'rmagan. Rasululloh qo'ldagi idishni yerga tashlab yuborar ekan. Atrofda turgan sahobalar bu holatdan hayron bo'lib so'raydi ekanlar. Tashavvur deganini eshitib so'rayaptilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, oxir zamon ummatingizni Havzi Kavsar suvida serob qilmaysizmi? Ichirmaysizmi? Rasulimizning gapini qarang azizlar. U zot aytibdilarki, oxir zamondagi sajda qilib kelgan ummatim bilan meni oramda tilla idish bo'lishni xohlamayman. Qo'limda ichiraman ularni. Qo'limda ichiraman deyaptilar.